Assalomu alaykum. Bugun kontrakt 12% miqdorini qaytarish bo'yicha batafsil ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi, kimlar qaytara oladi kontraktni 12% miqdorini? Bunda talabaning o'zi, uning ota-onasi qaytarib oladi, turmush o'rtog'i 26 yoshga to'lmagan bo'lishi kerak. To'g'ri. Xo'p, bular talablari nechga ekan endi buni? Shular qaytarib olib bilsalar. Endi talablariga kelsak, talabaning o'zi, ota-onasi yoki eri rasmiy ish joyiga ega bo'lishi kerak. Davlat yoki nodavlat tashkilotlarida. Bunda farq yo'q. Rasmiy ish joyiga ega bo'lsa bo'ldi. Imtiyozdan faqat rasmiy oylik maosh oluvchi fuqarolar foydalanishi mumkin. Bu nima degani? Talabaning o'zi, ota-onasi yoki eri yo xotini rasmiy daromad, rasmiy oylik olishi kerak. Bunda misol uchun oyligi 10 million bo'lsa, уже 1,2 million ni daromad solig'i ushlab qolinadi. Qolgani fuqaroning o'zi qo'lini oladi. Shu soliq ushlab qolingan qismi shu rasmiy ish bo'ladi. Xo'p, chet davlatda ishlovchilar yoki norasmiy tarzda, masalan, taksichilik yoki boshqa haq evazini ishlovchi shaxslar ushbu imtiyozga kirmaydi. Bular soliq to'lamaydilar, bu imtiyozdan foydalanib bilmaydilar, shunday insonlar. Xo'p, endi hisoblab ko'rsak, talabaning otasi ishlasa, misol uchun, otasi nomidan qaytarilsa, otasining oylik maoshi 10 million so'm. Endi 10 million so'm oylik yozilsa, 12% soliq to'laydi. 1,2 million so'm bo'ladi. Qo'lidan 8,800 so'm oladi. Xo'p, talabaning esa 1 yillik kontrakti 15 million so'm. Buning 12% 1,8 million so'm bo'ladi. Endi otaning 12% soliq to'lagani 1,2 million so'm bo'lsa, bir oyligi 1 yilda 14,4 million so'm soliq to'laydi. Talabaning kontrakt miqdori 15 million 1 yillik. 12% esa 1,8 million. Endi otasi 1 yilda to'lagan soliq summasidan 14,4 million so'mdan farzandining kontrakt summasini 12% ga yetadigan qismini qaytarib olib biladi. 14,4 million so'm ichidan 1,8 million so'm qaytara oladi. Bu degani 14,4 million so'm bu soliq to'lagan 1 yil muddatda talabaning kontraktni 12% esa 1,8 million. Endi shu 14,4 million ni ichidan 1,8 million qaytarib olib biladi. Agar to'lagan solig'i 1 yilda 1,5 million chiqsa, lekin kontrakt 15 millionning 12% 1,8 million so'm bo'lsa, bunday taqdirda 1,5 million ni olib biladi. 1,8 million qaytmaydi. Lekin ariza berilganda to'liq summalar ko'rsatilishi kerak. Endi sizlarga bir muhim shartlarini aytib o'taman. Ertaga shu deklaratsiya topshirganda soliqda muammo bo'lmasligi uchun to'lovlarni ruxsat etilgan bank orqali amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Endi banklarni farqi yo'q. Endi ko'pchiligida komissiya bo'lishi mumkin. Agar misol uchun bir oliy ta'limni banki, ipoteka bank bo'lsa, shu ipotekadan to'lasangiz, komissiyalar bo'lmaydi. Boshqa banklarda bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Har xil частный banklar ham bor shuning uchun. Keyingisi, agar oliy ta'limingiz xususiy bo'lsa, bunda litsenziya bo'lishi kerak. Shu litsenziyasini avval tekshirish kerak, o'qishga kirmasinlar. Lekin faqat rasmiy daromadga ega shaxslar uchun amal qiladi bu. Bu yana aytib o'tganimning oylik yozilishi kerak. Частный bo'ladimi, davlatniki bo'ladimi farqi yo'q. Endi sizlarga bir foydali maslahat aytib o'taman shuda. Agar farzandingiz kontraktda o'qisa, kontraktni to'laganda bunday tartibda qilish kerak. Misol uchun, bankdan to'lov qilmoqchi bo'lsa, chekda siz nimani bilishingiz kerak? Kimni nomidan qaytarib bilishingizlikni oldin o'qishga kirmasingizda o'qish davrida, misol uchun, dadangiz ishlasa, kontraktni to'lamoqchi bo'lsangiz, dadangizni nomidan to'lashingiz kerak. Chunki keyinchalik qaytarganda chekda dadangizning ism familiyasi yozilgan bo'lishi kerak. Bunday vaziyatlarda soliq
muammo qilishi mumkin. Agar ism familiya boshqa bo'lsa, chekdagi. Endi har xil soliqchilar bor, har xil bo'ladi. Endi bizada shunday vaziyatlar bo'lgan, to'lovchi boshqa shaxs, lekin maqsadida talabaning ism familiyasi yozilgan, lekin soliqda shunday rad javobi kelgan, to'lovchi ariza yuboruvchi chekda ko'rsatilgan to'lovchi shaxs bilan bir xil emas degan. Shuning uchun bankdan to'laganda to'lovchi joyini otangiz ism familiyasini yozing. Agar otangiz to'lov qilsa, otangiz nomidan qaytarib olsangiz. Misol uchun Rahim bo'lishi. Maqsadini esa shartnoma sanasi va raqami ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ariza bergan vaqtingizda ham shartnoma raqam sanani ko'rsatasiz. Misol uchun maqsadini 4-sentyabrdagi yildagi ya'ni shu sonli shartnomaga asosan Rahimov Boyimcha Alisher O'g'lining kontrakt to'lovi uchun. Agar nodavlat oliy ta'lim uchun bo'lsa, bundan ham bankdan to'lasangiz bo'ladi, davlat uchun ham bankdan to'lasangiz bo'ladi. Nodavlat uchun esa Click Payme orqali to'lov qilganingizda chekini yuklab oling. Undan tashqari yana soliq chekini ham yuklab olish kerak. O'zi soliq cheki degani bu, ya'ni 1% qaytarib beradigan QR kodli chek bor, shuni. Xo'p. Endi bizlara kerakli hujjatlar. Birinchi navbatda shartnoma oliy ta'lim muassasasi tomonidan beriladi. Bunda Hemis orqali olsa ham bo'ladi, kontrakt.edu sayt orqali olsa ham bo'ladi. Keyin to'lov cheklari kerak. Bank orqali to'lov qilingan yoki ilovalar orqali qilingan bo'lsa cheklar. Yirik kalit. Kimni nomidan ariza berilsa, misol uchun otangiz nomidan ariza berilsa, otangizni elektron raqamli imzosi kerak bo'ladi. Bu yirik ключ deb aytiladi. Buni onlayn olish mumkin yoki yagona darcha orqali olsa ham bo'ladi. Ariza yuboruvchini karta rekvizitlari. Dadangizni karta raqami, tranzit shoti. Tranzit shot 2 xil bo'ladi. Humo va Uzcardniki bo'ladi. Shu bankka borganda yoki telefon orqali call center telefon tranzit shotdan so'rab olsa bo'ladi. Shunda Humo va Uzcardniki bo'lishi kerak. Agar kartasi Humo bo'lsa, Humonikini olasiz. Lekin ikkisini ham olish kerak. Har xil karta bo'lishi mumkin. Bank infosi esa bu 5 xonali son. Ham har bankning infosi bo'ladi. Shu bilan bu videomiz tugadi. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa biz xursandmiz. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin yoki bizlarga murojaat qiling. Telefon nomerlarimiz bor, Telegramimiz bor. Shu orqali murojaat qilsangiz bo'ladi.